Hozirgi tajribamiz ham oksidlanish qaytarilish reaksiyasi. Dastlab biz o'sha kaliy permanganat tuzini kristallarini solib olamiz. Solgandan keyin ustiga sulfat kislotani solib uni aralashtiramiz. Bu yerda o'sha oksidlanish qaytarilish jarayoni kechadi. Biz keyin paxtani o'sha spirtda ho'llab ustiga botirib olamiz. Bu ham qiziqarli tajribalarimizdan bittasi hisoblanadi. Dozator bilan avval o'sha sulfat kislotani olib, kaliy permanganat ustiga quyapmiz. Quyganimizdan jarayon boshlanib ketadi. Bu konsentrlangan sulfat kislota. Mana tajribamizda o'sha spirtni, paxtali spirtimizni o'ylab olib, mana jarayonni